Krafkam ha, kraf. Şunluk ha, digine Qanday aka? Ha, Ketimay. Ha, kim bo'ldi? Ya aş xizmatdan aka hal ola bir şey. Fuka ma'lummaydi dedim. Chiroying tushmaydi ishlaga. Xizmatga chiroy tushadigan bilim kerakda. Ya tuz o'tira, tuz. Ha. Nima ish qila olaysan? Kim o? Sen. Tuz o'tda. Tuyuqsizlamış tutam yemin ketdim şaqdan. Ha, nima ish qila olaysan deyman. Kim o? Men qarayma bir yoz qopmayla. Ya aka bunda desang bo'lmaydi. Sen ma rol kirama tuzuk. Nerede ish izlaydiganlar unda deydi aka. Ha. Aka. Ha. İşbama. Tuzuk tut ya. Aka. Pandığız. Fakat kamlaştıramayım ekledim biraz bay. Vay fukat demekine aka. Sen akama fukama. Hiç ne işim bay buldum. Zırhlamayım. Fakat basışamayım. Çakçımını kılayım. Ya makitten bir rol ilip kirli dep ben şunda ügütü atımen çoğu başından ahire ne manda? Ben ya iyi tutçular oynasın cuma. Biz ilk ettiğin hakkı işte kamlaştıramadım cuma rol eli. Bombaydı kense aka. Fukama ya. Ya boldu sen fukan boluyor ama akan boluyor. Fakat oynamaydı. Ben cuma maçtaklığını bilip karar. Ya sen bile ilk fukulanıkini alamaydı ki sanılanıkini alalım sen ya rolünü. Hayır. Bu Nurali işkimez. Rozi. Ma kumaştıkça hazır biz bir rol evlep sizlerni bir güldürümüz degen. Men rol aldık ağını yaxşı Sen geldi. buzu ettin aka. Qandaq kiratasiz Ülgüdek da bir sen narsa- qandaq kirat men qandaq qilatdim buni? Ya tüps otursa resmi iş izlep kelgen bir kıyınçılık var bir balniki obrazını aldı sen. Hazır men kirginim şu. Ya naytı bir bay kol ilkide var birisiga oturdu. Almış ya oturuşlar. Bunda bichar qiyafat degen. Ya onda emas. Azilkeşlerde eken. Ya men şu atışamaydım şu rol ammayçı olmuş. Rol almamışsa. Aktyorlar öz ası. Men özemnikimiz çaqçıqımni qilib desem sen birden rol al deysen. Valde aka programımız kileyle oldu. Ammağına. Özümüz qayt. Öyle qaytib kileyle. Hey, Ha özümüz- uzurunu koyduğum ya. Kaka. Ben sen koy bir aka. Qinaylik öyrüya qısbatdı bular. Öyle yakılığı yok ko. Mimallar bədim bəmidim ha. Şükür otururlar mimallar biz sizlərə. Ya Nurali. O. Men bugün şu huzur çaqçaq səhnəsiga qara. Hı. Mening yama isil bir ağinam var. Bu ağinam bilan men neçə yılın aldıda çöçəkə bir toyğa verib şu vaxtda tanışqan men. Hı. Çöçeklik ağınağıma. Çöçəklik ağinam şu vaxtda çöçəkdə eşed işləv etdik aşağıda işte desem. Yıkayışı zaten Ya sen. yıkayımız rast gəp çöçəklik bir ağinam var xəmit dəpdikine. Sen burun bir kinolarını köygənmi? Kim o aka? Vay hazır qıla oxumaysan neçinci yıldan? Ben 2010'dan. 2010'dan? Ha. 14 kirdin. Açta qıtı geldi. 15 kirme aka. Kirgin kiyik burada aşağı. Ben bugün şu ağinamni bir ataydan çaqadım. Adaş, ben aş səknən verib zadım. Ben qiqas çaqçaq qılmadı. Ya aka şu ağınemni çaqadım dep sen ağın çaqırdan bulup aldın. Ben- Peki məxsus hazır. Ya bu çaqçaq olğan ki şu elağinlan dosyaralan uzatılğan səknə bu. Toxta mı ağınemni işkin çaqırayım da sen. Ya biz. Şu diyeceğim bana. Ya bu Nasıl ağın sidaqamızı tanımayım cuma. Hey, toxta çaqçaqni Ha. bilishdik. Bugün bağım az səkniga sənət biğidiki bir cüp bizning yaxshi bir aktyorlarımız var. Kim deyse rastgele qıvatam sen ya aka. Rast. Şu Hamid bilan Dilnur ikisini təklif qilgan. O Hamidkan bilen Ulan kep qoldi ana kevitdi. Voy Adaş vaqtida chiqmasang ma, etot o'ynadib, saran qilib yubordi, qada avada. Voy, Yaxshimadimlar, yaxshimisiz, Hikmetdiniz aka. Vaycan. Voy ada yaxshimi şeklin ada. Ben Hamidkan qırğan sizga sal yaqin ada mekilin. Endi Hamid man qilib qoldi. Ya ağinam yaxshi gapsan, man Nurali. Hamid bilan sen chaqaq, men sen chaqaq. Voy abi Hamid dildi so Hamidin nurg'unu atsa aka shundami tunumudim da men. Qaysi masalan bir yumurni depra? Yumurni. Ayliq Hamidda bilik choqchoq choq şey depti men. Qaysi yumurni? Qaysi yumurti aka ayliq nam chiqargan bir yumur var o. Nima o'rimchi? Bir ağinam ürümçiden men g'o'ljiga keptike deydi. Keyin men telefon qilibdi deydi. Telefon qilib, "Voy adash, men g'o'ljiga keldim." deganda, bo'pti qanday qilib bir g'o'ljiga kelgan bo'lsang nurg'un bolalar kelyotdi shu ürümçiden g'o'ljiga desa, abal turkitib, debdi. Aşı bir bir qilichi amroqchi. Hamid keldi desam, "Voy mayli, Hamid kesgan men jiqbolla kelyotdi" dedim. Deb.
sizlarning tekninglar shunda qo'shildi. Biz aslida bunda bir aktyorlik ishimizni bir uyin paqayli degandim qilolmaydi ekan mana shu seni taklif qilib Nuralining ko'ziga arayal chiqqan qatasi bir ziqdak bir qadilinglar degan kunlik. Vallahi Ya uzun bo'pti aka Juma va ekran yuzlarida ko'rishmagilarda. Bu Nuradan bilan o shaxsiy ko'rishib turmas. Oshtada gumonlantirib qo'ysan. Qadil ko'rsan. Ayrım Hamid ishinde xotirjam. Meni katfim emasmi bu tunda? Taklif taqir olayli bu xil boshlandiga o'xshaydi bir ish. Aşaqlamda hozir o'tirish teksp etayli. O'sha kelib qolgan gapni bir deyishayli. Ha, o'shada. Bir şey yaqsan Men adama. Diraqa. Voy, biz o'tirdik ekanmiz-da bu yerda. Ya asl o'tirish munosib odash. Ya bollarnim ilvanmay deyme. Vallahi ne geldik. Akeldinglarmi? Eke balam. Aa, Qosim kamma? Voy, dotisini tamam. Qosim çoğumun. Biz daim birey basa Kasım bilan bilib barmiz. Çok mutluyuz. Oğlumuz da qo'ymiz. Qosim kamni qachon topgan? Ashta shu endi o'qiyotgan. Har vaqtimiz bo'lganmi sen? Voy, diplomning o'rniga qo'shib qolganmi? Xotirjam bo'ldikmi? Qosim kamni maktablarda tug'ildi-ki. Maktablarda shu vaqtda tuzilgan bo'shda. Tug'iliblam kinodan bir nishildaydi qa. Nimte o kinoning ismi? Endi bulmaq yemayman. Voy, hozirga chiqmagan bu vaqtga. Qaysi noti da beraylik degan kinoning. Ben şu mikrofonu bereyim Qosim kamga. Qosim kam bizniki talantli aktyorimiz, komediya artistimiz. Shundaqlar deb Nura biz bilan Hamid Shundaqlar. o'g'li. Va o'g'li, ham qizi. Andikin bizniki şu rayonimizda elib berilayotgan shu dangliq programmalar bor. Bir qancha programmalarniki baş rejissori, qurg'uvchilaridan birisi. Men shaxsan men ustoz yo'lliq hesabda Qosim kamcho bir qarshi aytaylik-ku. Endeylik bugün şuna hoş oldum-chu endi. Men rostga aytsam o'ylab baqmaganman. Shuna bir sekunda endi ota-onam bilan birga o'tirib. Taqilib vaqtida o'g'lim, taqili yo'q vaqtida qizim bo'ladi. Mani chattig'i yo'q, balasi o'ziga o'xshimiz xo'sh deqim. Kenchim başqib. Şu ötkende şu onu DNA berib tekshirgan bir nim qilib baqdiq, tekshirib baqdiq. Keyin tekshirganlarim dedi. Nima chiqdi? Hamiddan emas ekan sen. Nima Hamid qop, bu tushamas ekan. Buni reallik uytla qasd. Dada uyta bo'ldi. Dada dedi dada deb. Birsi ham chaqchaqni qilishdik. Birinchidan mushu sakinni vujudga keltirgan aqasinglarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Endi bir programmani bayan Nuraliyim deb o'tdi. Bir programma yoki bir filmni vujudga keltirmak o basi mushkul ishchi. Masalan, nurg'un ko'rmanlarimiz va yoki qo'lidagi telefonni yoki ekranni men ras ashna uchrab baqqancha bir necha odamlarga mandaqli qiyitidi-ku deydi u. Bek oddiy nurg'un odamning kallasida bir programmalarni ishlamak yoki bir filmlarni ishlamak bek oddiy tafakkur qildi ular. Shu hozirgidek mana bir necha o'rindiqni keliblar. Tizgan narsalarni tiziblarni riyosatchilar, mana undasi boshlandi programma, rejissorlar vaqiraydi, chiroqlar tayyor. Ashuni ular kutib qoldi deb o'ylaydi. Ammo u oson gap emas. Endi mushundaq mana hozir huzur chaqchaq saknisi deb mush ishqinglarning noyatda bir ajri bilan nurg'un qon ter to'kkizib ajri bilan mushu programmani qilganlardan birinchidan ben xo'sh oldum, hem tabriklayman. Rahmat. Ikkinchidan endi Hamid bilan Dilnur meniki oliy maktabda savodishim. Biz birga o'qigan, endi kasbimiz o'xshamaydi. Men o'zim ovoz kasbida o'qigan, bular aktyorlikda o'qigan. Bularniki biz o'qish jarayonida nurg'un rol o'ynash jarayonida, nurg'un hamkorlik jarayonida bayanda chaqchaqni o'rnatdi-ku, balam deb. Ras o odam ashna bo'lib ketgan, qeyrindosh ekan-ku. Hatta Dilnur mening opamning roliga chiqib baqqan, achamning roliga chiqib baqqan, Hamid mening dadamning degandek opamning degandek
ashna rollarni o'ynab, mana hozir qadar ham yaxshi hamkorlashib kelyapmiz. Hamda yana bir umidim buningdan bularningki turmushining nihoyat baxtli bo'lishini, shundaqla buningki kasbda bir utuq qozonishini, davomli utuq qozonishini, tenining salomat bo'lishini men chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Ay, rahmat. Rahmat. Bak yaxshi dedi. Hamda asosiy mevzu oxir dedi-ku. Bularning turmushining texmi yaxshi bo'lib ketishini, ajrashmasligini umid qilaman deydi. Atan ajrashishga qolsa bak zarbiya ketdi. Bunu bakıda iyi bir kam yok. Bunda programlar chiqib ajrashmanglar ata. Ballaranglar shunda mana minnatdorligini bildirib oldi. Rasay. Aslida programning ismi Chaqchaq va bir oila deb qo'ygan. Vallahi kimni tiyimizni o'zgartirdi. Shunda mana yarashtirib opangim shunda payz kiyimlarni ep biribdi. Kasaya o'g'risida qilib. Ben bu kiyimni kiyishni aldılar o'ylagandim. Çiçimni bundan qo'yib etdim-chu, çiçim qo'ysam bir xil shirdek jiqchu çiçim. Ay to'xta, Javdat meni yozab ketmasin deb men chashni bug'og'inim. Chashni qo'yib etgansan. Oddiy kiyim kiyimikin deb. O yarışibdi, shunda yarışibdi. Bilmadim bu kiyimni vahshiychilik yetadigan bo'ldi. Hamid yarashdi deydi. Hesaplanmaydi ada. Hamidkan batusa, Hamidkan şememse ada. Hamid o'tag'in. Hamid sening kelgusin. Ayıl şunda kuyuncan. Bütün tamaqni muşu qiladi. Go'shna, mush go'shnan, o bu tamaqlar hammasi yaxshiroq qiyimliq tamaq yeb qolsa kirib asos qatlamni da qo'yib chiqadi ekan. Dilnur aytdi degan qilsam bo'lamda deb. Ammo chashni qo'yayotganmiz Dilnur, daraxt podshoh opilli ulatdi. Başta chepketini qo'yayotgan. Bu shunda yarışibdi mana. Hamidga o'di qopma bu. Bu ma erlavli o'tirib baxmagan nima. Xijolatchan zot ay chaqchaq so'rinlar do'stim mükipla zodi. Qasem men qanday bo'lib qoldi uni uqmay qoldim. Dilnurga o'xshash xeyli bir ishlar deylik. Qo'diqmaydi, qilin qattiqroq. Shashroqda. Shashroq. Ma Hamid sizning bolangiz ishini ortida to'pa. Nimaga Qasimga qarmay munda akiltdi ekan bu. Shu Qasimning qarchig'ini bir yaga kelib qo'yganmi shu. Balamның көзін işlep tatmanglar ki bu kulaqdek göz var balam. Sizmi so'skin uddul tanglamamsiz? Gözüm çıkmadım. Aslında büşkünün eliqi avtomatik büşk yaptı ekan men. Bunda bo'lib ketadigan. Beqirtib berasizmi? Choy qoldiraysiz-da. Shumay boşum kichigida. Bek çay qilib etgan shu. Bo'pti, ishqib bir oylik kishilar kelib shunday yaxshi bo'pti, aylanma. Bunisi bir-biringlar uchinglar uch yoqda yurib yetibsizlar ekan. Ayirmay. Bular kech jibuq qandil yig'ildi bular. Bir chosh qaray chiqishimiz situatsiyani qidaymi? 31 soat qaraydi ekan u. 100%. Ay qo'yibdi-ku, aychu. Kechi 24 soat qildigan. Voy abba men yerib keldim deb qaynapamga desam, "Nimani yerib kelsiz? Bichara Hamid 24 soat uxlamaydi boqildi" deydi. Qaynapam tigilmaydi, ay qo'ydi degan tushunmaydi. Odamlarni olib haqlachu telefon qildi buning. Adash bek chapata tutsa, uyingni boqma deb bir damog'in yerim kechib o'birni yiqsam yana boqiydi deb. Amniyat aydan ha. Shunda o'zdan qalpoqdan birini kiyib oldi, tirishchan. Buni shu ashtada aytdi, cho'qim buning tegida albuaqning zakisi bor deb. O'birni yiqimi chiqmay. Yashab turib xeyli bo'lib ketdi adash seni ko'migini juma. Shu sirtlarda jiqroq bo'lib qoldim endi. Sirtlarda. Tag'larni yurtgan emas kino ishda. Hech kim yo'qoladi kino ishda. O'zdirib bashar. Ya odat jiq uy kirmaydiganda da, Hamidkan. Uyga kirdi, lekin kirsa qulda chuqum ya mushukba, ya kuchukba, ash mahallada ilqindak javob mushukda bog'u. Oy bir kun bir mushukni akabdi, "Mayna, ilqi mushuk demaysiz, men tip bo'lgandim, biq bo'lamdiq" deb. Ilqi mushukni judim demaysiz, butundan yerim tatlab. Qilsam yen andan u miyanshib kechida ash atgan soat 4dimi? Nimda bunda qiliqlarni qildi Hamid? Men dedim, endi hozirgi mushukka kirdim, aytgan ma ayol talad qapti deb ayolni akirma deb o'sha desam, ha davotgan yana bir kun bir mushukka kirdim deyman.
Aşımda tağlarda desanız bazı birinde Rasma? plan meklemdikine Rasma açtın? Rasçımı. Çak çak emas. Ya normal kişilerin qildigan ish emas. Aka. Ya endi mandaq maq Dilnurchi Hamidni yalnız yerimde belkim çörsük işti bağlap koydum ki. Bu yançıqdık pulni yuvamsın dep. Ya lekin bu Hamidkam aq ko'ngil ekanda. Ko'ngil. Ha? Bekkaş. Teshida nima qapqa shuni akirib oldi ekanda. O'tgan 3 kun bu qapqaga uchirmabdi. Ya men falan ne çıkını görüp. Burayı dedim yine kökesin. Patsan qo'y uribchiga. Ya Hamid ağayla. Şunda juda kaçta vursan mı adın çıktı ha? Bir iyi kız qılmaydı emasmi? Açsam ha? Ha, Dilnur beşini yüzmayını başına kurup iyitip bunun dike sürdü. Yaxşısınız depti. Ya odatda uylarda jiq so'qishib qolamizlar-da. Ya soqashmaymiz. Sokaşmaydı. Bunçilik sokuşamdı. En ahlaklı kar, namunelik kar. Yılda ama şu kıynatlarınki görüp bir kor mukafat deyip girdi. Ay, ilişkiler pişik deyip şu. Şu Dilnur'un cimi cabdıklarını bunun kollarına iyisi ütüp tuğanı. Zeyndirler var. Takılma dedim. Ben Kongrat işlesanım da. Hindistan'ın ayarları daklı. Ayağımda. Mo demir odam rost bosh qurdik ya. Qoqama dedim, qo's yeb oldi. Ben seni ayak giy dedim adamcı. Valaqlıq programını işleyli. Bak Hamid'den ayağının icarısına vaxt toşaydı. Program endi başlaydı. Alkışlayınız deptim. Rost endi boshlaymiz edi. Ozroq ichilib oldi deb. Hem de tasak buldu ha. Hem tasak buldu. Aşnama? Endi boshlaymiz. Ma mening bugun ikkinchi qitim oldiniz. Ya rost. Birinchisi men ama o'tirib chiqib o'tirganini uqmay, tomoshabin bo'lib o'tirma deblam keptimi. Kalp dörem sizlerden aziz adamlar var ama. Ya isel gaqimig'ini aka Soruğu çaksa kımmandı. Sadı var. En son ayalmışım. Dilnur'un ayalmayın da koydu. Yo, Dilnur adamda yo'q, bilim. Ayalından məbləğini aldı. Filmin davatı. Hamidka biz bugun qo'shdik aka. Biz burunda ko'rishib turyapmiz, lekin men veshini almashtirib necha qitim ishimiz yo'q ekanmiz-da. Shunga bir salomlashamay qolib qoldik, abay. Abay bir qo'shib qoldik. Hamidkamni burun shu kichik vaqtlarimizda VCD plastinkalarda bek chiqib ko'rdik. Shu filmlarda. U vaqtda bek kelishganda bir obrazlar borda. Hozirgidek emasda. Lekin hozirmi kelishgan Hamidkam? Yandan qarsan bo'ldi. Ya şu vaqtlarga nisbatan Ravrusdan ko'zga chiliqqidek bir artistimiz. Shunga ma Hamidkamning menga bergan tunji qitimliq obrazi, tunji qitimliq ta'siri shu demakchi. Iliq bekli kelishgan bir iliq erkishning iliq bir obrazi bor-da, xiyolimni kichik vaqtlarimda ko'rib başta cho'ng bo'lgan hisobda filmlarni. Keyin 100 tran ko'rib baxmagan men shu vaqtlardami. Anadan keyin cho'ng bo'lib, mana cho'ng bo'lib endi bir yuz ko'rish faoliyatlarda yuz ko'rishib başta qildik. Lekin bu Hamidkamniki ko'rishganniki mayliq menga bergan ta'siri beklam didi odamdoq bekda kichik bel haddidan ziyoda kichik bel haddidan ziyoda kamtarlik bir bor Hamidkamnichu shunga mayliq sen nima desan chaqchaq ko'tirdiga ayri shu amaliyotda chaqchaq ko'tirishgimi sapa ketadi aka rostqo sapa ketadi masalan ba'zi vaqtlarda ba'zi odamlarga chaqchaq qilib qo'ysang qo'pabli o'ngishi mumkin. U bir ishidagi bir yo'g'onchiliklar bo'lishi mumkin, ba'zan bir o'ylaydiganlar jiq bo'lishi mumkin, lekin sutdek oqdama Hamidkamni bir maqtayam demişadi. Ravs oldidilam ras. Ko'ngilda yomonligi yo'q-da, shunga chaqchaq qiliblan biladi demoqchi. Bir tushuncha beratmasak bizni maxsus o'xshat qilib akaga o'xshaydi deb qoldi. Qo'lda vaqqan qo'zamg'a dakit barda. Bu Hamidni shu bir ma radio chaqasa buni chaq kela desa qaysi kiyim kiyib borma deb demasin. Radioga. Hamid, bu besh qo'ldagi bilamiz Hamid bekis. Sen degandek chaqchaq nima? Amraq ma chaqchaqqa. Ba'zi bizningki men bunday aytgan, men san'at sohasida juganlarga ba'zi birlarga chaqchaq qo'ysang xop bo'laydi. Bu o'xshamaydi odamning inkosiliqi. Hamda voy san'atchi yapmiz, voy palonchi yapmiz, tantarbiya sohasini badaymiz Nurali. Biz jiq so'rinlar, jiq faoliyatlar qatnashib ketdik chaqchaq. Shaxsan
Men birden çaqchaq o'tmaylik. Yumor so'zlasak balkim kishilar tegmasligi mumkin. Men çaqchaq qilgandan keyin ba'zilar ha ilvilib, xop bo'lganlar bor, ilam shunda. Mening nazarimda chunki uning kamda san'at emas, odamiyligi zot ko'tarib ekan bu jamiyatda. Hamid shu men amroq o'zimda zerikka vaqtlarda kunduz parang qo'yim. Bu kech soat 13 bo'lganda shipini ichib odamlar bor. Ya oyni kirjuvaqqa vaqtim bor. Seni yo'q ketmesin deb. Lekin bu Hamid kamning mo mijozda mo Dilnur adamning shoshliqi deyma. Bu ikkisi osmon ziminlida bir xil. Do'st bilan men. Ha, zaten mushtabos bakrak chiqish qil bo'lamdikan ya. Sizlardan bir so'rayman. Abay chaqchaq deb qoldingiz Javdat. Mening xiyolimda shu chaqchaq deganni bu bir san'atning bir turi hamdi. Masalan bir so'rilarda o'tsaq chaqchaq qilib chap qolamiz hamdi. Men o'zim ancha-muncha qiziqchi hamdi. Shunlamda chap qilsa ba'zan odamlar o'ngida, o'ngsa men hayotimda chaqchaq qilib bir odam o'ngib baqdim deydigan bir xo'shnam o'ngib qoldi. Deganda shunday qildim. Chaqchaq degan hammadan qilavermaydi, o'zi eng yaxshi ko'rgan. Uning ustiga chaqchaq qilgan degan, masalan, chap qo'ygan degan u chiqib sizni kamsitib, mansitmay, bunday kichik ko'rib, bunday qilgan. İçimiz köygen adamga chaqchaq qilamiz. Kasga emas, hammadamni chilavergil olmaydi. Tunugi oqshom Xotandan Abdukim degan sog'dishimiz kelibdi-ka, Xotanliklar bilan o'tirdik ha, shu do'stlarimiz bilan. O'tirib ish qilib chap qoldim, bir ichilib ketishim bor meningcha Javdatdagi. Javdat hamma yerda ichilavermaydi degan programmada ichilib qoldi. Mush ichildi demsiz? Ha, asli ichildi. Ichildi. Ayni ichlamiki. Nachun oyoqqa men o'zirim to'shyaptim ham. Shundaysa qiziqchilik o'tadiqda, chilib ularmi shunda hamda cho'ng bolalarga Hamid degan qo'sqi degan og'rib odam atlik mushkan jo'n chiqa. Mushkan jo'n chiqa daryerdan menga. Bilsam men bütün kallamda qilib qiryapman da men tomoshabin deb. Men u yer tomoshabin bo'lib, men nima o'tgan jo'n chiqaraman desam, asli biz o'tirdik ekanmiz. Asli bo'lsin qo'ysin deb ketdi. Shu. Ham sizning qo'ng'iga javob bersam, masalan, mening mijozim men kichigimdan sho'xchu hamda. Odamcha o'z bo'lib yashash kerak. Mening mush qiziqchilikim mangu shunaq o'zimga yor bo'lsa deyman. Mesela apam deb chiqdi. Mendek mishdaq eg'ir bisiq bir ayolning qusqidan qanda bo'lib mishdaq bir qizal chiqib qoldi deb qoldi-da apam. Shuningla ashta qiziqchilik qilib ishtaqda, shunlar bu Hamid bilan to'y qilib hamda bir oy kirgandan keyin qarsam bu bola hamda to'y qilib bir oy kiraldinglarmi bu? Kiraldik. Biz 98-yildan mening og'zimdan soch ketgan-ku. Ha, tamam. Sizlar ustoz yo to'y qilsak shunda qilib yo to'y qilsak, putonizdan ostida Hamid kam turdi. Ağinamda ayağa sıkmam. Şunun bilan shu 98-yillar hamda bizlar shu davrdagi qizlar gitar chag'anni yaxshi ko'rib qoldigan, iliq Lorinto oyoqni kiyganni yaxshi ko'rib qoldigan, odamda kostyum burulkalarni kiyganni uyu deydigan vaqtlarda hozir hamda kostyum burulkani shu shunaq tinchida bir chanqada kiymasak, bo'lmasa odat kiymaydi-ku. Shuning bilan shunday qilib tursak, Benjurnimiz ya to'y qilayotganlikda o chaqda 10 qiz 9 o'g'il bo'ldi. Shundan Benjurun akirdi bu Hamidni. Kostyum bilan mushdal kirgandi. Ishik degan bizning ishning ovozi chiqdi. Qiliblam ichilib kirgandi. Da qilib dalam bishim kutasan. Vahshiy shayda bu bola. Adash amining jumu debdi men. Birinchi qiz gaplaman degan gap. Adash amining jumu, adamni men keltirmadim. Aqzdan men keltirmadim. Chunki biz shu vaqtcha hamda bunda chiroyli balni ko'maganda shuning bilan javob berdi dedi. Bunda bo'lsa javob mang'imi yama balg'imi? Yo'q, men Hamidga chiroyli bir badoqa o'tib ketgan vaqtlarga. Tunji qaytda bunda Hamidga yanto ko'ribsiz-da shu vaqtda. Men başta ayiqini ko'ribdim-a, u Lorinto payzgan deb bunda olib qolsam bekday. $10 ko'z oldim. Bunda o'qibdi. Shuning bilan imdosh shaydab o qizlar bilan chaqchaq qilib deyishib ketdik, deysak shuning bilan oqinnosh kostyum burulkisi bilan keplam ma'lum chiqatdi-da, bu sizlarning sog'dishinglar cho'chakdan Hamid qo'pir bo'ldi deb chiqatsa shu bilan men o'zimning nemisida shu vaqtda odamda cho'ng suhbat eg'ir bisiq az kam so'z bolalarni yaxshi ko'ratdim-da. Yiliq yerdan keplam o'tirdi, miyaqti 9 o'g'il bola biz bagarib turmiz. O'tirib keplam. Men bu pisog'i tushalayman deb dur tushdi, ha, pisog'a. Voyishdan deb qoldim men. Shuning bilan men buni shayton olayman, men bu qila olayman deb ketgandi. Shu bilan ay qizlar samalaydi.
Çoğun sübət emasga sizlarga berdim deb. Ammagan. Men endi xiyalımda bu balın çıraya açtağın ki bek çoğun sübət bu bal deymende hazır yağan ma çoğun sübət otağını. Bekşet. Bekşet. Şok. Kızık Sen şok. Ahmet. İşten yıkıldı mı? İşten yıkıldı. İşten azar İşten Diyenler dedi de yaxşı yağ yaraşmaptı Hamid ağ deb. Şu aşına Bunların tükünü dep aldım emas. Hazır men bunda otağan bilan uyda oyun çıktırıp adam oynaydı. rastımı. Allah oynagına digen. Çıkılıp mışna orlaştırdık ya. Men iliqi jallık meni hamda joy-joyga orlaştırıp kıldıgan. Hamda men bu ikimiz hamda iliqi keyin to'y qildikda bu to'yni shu 20 necha yosh vaqtida hech nimani bilmaydigan er degan mushkanda xotin degan mushkanda degan vaqt qildigan narsaga men u 40 yoshga kirib noit pishib yetilib aqlim tushib aql idrokim tushib ketgan vaqtlarda bu bal bilan to'y qilib qoldimda bu balninki u yoq qarisini o'ylayotgan bu yoq qarisini o'ylayotgan bek shash vaqtingiz to'y qilsangiz bo'lmaydi ekan shuning bilan voy Hamid mani bunday qilmaymiz anda qilmaymiz deb boshdagi mazgillarda bek kuchayib ketibdimi endi hozir qandaq nim qildim desangiz odam bu dunyoni o'zgartirmayotganmiz, jamiyat o'zgartirmayotganmiz. Ondan keyin bu yenimizki odamni menga o'zgartirmayotganmiz. Eng to'g'ri usul o'zimizni o'zgartirishimiz kerak ekan. Shu bilan hozir masalan Hamid men jil qilib birga birini qo'shsa 17 desa, "Va, nimda aqilliq." Bek aqilliqchimi jinimayrimsan deyman. Anda 4-nda o'qiganda mashta davolaydi ekan. Davolatma. Ning mingni masalan shundoq ochiq bu ning limon. Bek totiq ama limon da qo'ydi. Biz shu burun degan yo totiq emas bu limon degan ochiq chuchuk tursa deb kirishib qoldim. Hozir totiqma bir kilo kirib yegandek payziya deymisiz, men mana shu totiq deb o'ylayman, da qo'ymadan shuning bilan hozir ashta deganning yo'qi endi. Suv ichkamsiz. Do'qlashkimiz endi. Ikimiz hem de ronça bulup hem de mijazlarımız. Endi chiqishyapti. Endi chiqishyapmiz. Mo'g'ilchidan o'tdik. Lekin sog'lashmay qo'ymaydi. İkimiz nimda burishimizdan. Bizning ma'lum Tursunjon Zunun. Kasbiy ma'lumimiz-ku, kasb dars bergan. Bu balning Nijat Tursun. Shuning bilan meni bir kuni, "Ya Tursunjon ma'lum sen oshta tarbiyalaganma" deydi. Bu oilalar men munosabat. Shuning bilan Mehmet dedim, "Nijat ma'lum sen oshta tarbiyalaganma" deb boshqa. Bo'pti, kichikda. Oddiy. Cho'ng qilib oldim lekin. Yeshik yetkichimi bu? O'shlarni azab. Meningki ikki og'inam bor. Mana shu hayotim ta'sir ko'rsatgan. Bek yugash sodi qo'lga yaqin og'inam. Birisi Hamid, birisi G'uljilik Komil. Komil kammi mishat o'ta sotgas o'tda. O'xshab qolamdi Hamid bilan. Yo'q, o'xshab qoldik. Ko'kak bir akam bor degan u. Qaynapamni bir o'g'limni jutirib qo'ygan g'uljiq berib taqatdi. Hanzu bozorda. Uyingni topdim bor. Mening bilan ko'rishaylik. Tenimiz o'xshash. Lekin bek o'xshaydi ekan. Mashqisi biri o'kirib qo'ysan, to'ng'ich parancha olaydi. Xudo o'ylab qoldim. Aslida Devor bilan Cho'lpa Yunusni birga kasb. Rosa? Ishqi suvalni tashlab qo'yib chiqib ket, tomoqni yeb kirdi. Aparat turib, "Yuzda." Rosa. Hamid og'inamdan bir ikki qiz gapdan angsa bo'ladi ham dedi. Qandaq gap qilamavasa aka. gap qildi, dinlar ani qo'lni kirib. Hamidkamga udul tashlab bersang bo'ldi gapni. Gap qilsin desa aka. Bu yerda gap chiqmay qolib qoldi. Hamid odash. Masalan aka necha kirdingiz? Rasmi gap qildim. Shu rost gap qilsin aka, nim demoqchisiz? Voy ya aka, mat elektronikda rost so'rayman zamonlarning ishini. Rasmi so'z qilmayman. Rostda. O'zani ishingga shikast qo'ysang bo'ldi. Shikastsa? O'zani ishingga. Rosa 14 15 30. 30 ma? 30 ga. Lekin bu Hamidkam burunqi chiroyidan yo'qotmabdi juma. Yo'q, shu bitdi. Shu bitdi. Ozroqla bir samirib qolgan ahvollar bor. Burunqi yuz chaplaqni ishiltirdi. Chechimi oqarmabdi Hamidkamdan. Ya, mayoq qochish bo'pti. Qochish bo'pti. Do'ngning qari qolmagan bilan mayoq tushib bo'pti. Hech kim bu edi. Hamidka tunji itim bilan shu kirib qolmiz. Umradan yaxshi ko'rib qolgan ahvol bormi shu 98-yilda? Ashtama? Tunji itim? Hamidning o mijozda uddullikka qolgan kim bo'lsa yaxshi ko'radi. Adamlar vaqtida sinib, eng sho'qiymish ochdi ishni.
To'g'rilan qag'ash qilyapsiz. Hozir qonunda keltirib olgansiz aka. Ya meni keltirib olgan. Aytama. Qarmoq qo'shib Dilrada. Kapat qolgan men keltirmaychi shu tayyas qilib. Tayyas. Qosimni yutlab kiryapti. Kirgan betil tandomay dada davo. O'zim uqmaylam o'tib qolgan. Foydasi qoldi deb qo'yishdi. Bir nas birini zo'ngsam keladi. Boshqa bolalar yo'qdi ada sizdan. Qasim qilmoqda. Uni ayrimlab beray. Ayrim. Akbar, tasbih shu yana. Ya unda Hamid kamning bola buqas Kamil kam desa bo'ldi-da shu. Ha? Ya aşımış başına balısı mı ya o? Yandır kesin. Kamera ikiler çoğlan tippe dok. Kamil kam mükülüne. Programda düşkəndi ki, mindəyini qapıb sana. Öcüb oxşatdığına soqqan meni. Rahmat degin ekanda o. Yo'q. O'zim o'xshatdim Ya soqqan. chiqiblar az Kamil kam deydi. Ya uvishkisini op Qosimdagi rost bo'lsimi? Qasım 40-43 emgen var. Şinjan oyca gapga haqiqiy shunday qilgan. Ne? Paklam kende. Ha? Paklam. Bak, ooo. Işim to'g'ri kelmaydi. O pak degan gap qisqa qoldi. Taxallus Kamil Pak. Kamil pak 99. Bu akanın şu bir kuy Kamil. Qaş, men dedim ki ikki ağıyla bu. Bir sen bir Kamil. Demakchi Hamidni nim desak, mesela paranqsa kötürdü, qara Qasimilik bir xil xo'shallikda bu. Hali Kamilning tunigan gibini men bir deb o'tib ketay. Men daqliqi ağıylarni men yaxshi ko'raman aralashib, şöyle bek joz chiqirib olgan, u bu balda bo'lsa, men ilashmayman, uni tashvatsang bo'ladi-ku. U o'zining ishi bilan o. Çünkü ben bu ağıylarım bilen işte bir türlü ben sizler bilen paranlık koy, o da işte izdişip ötmez. Bir günü qarsam bu mening oynayotgan imde bu Kamil. Bir bal ne geçtirip juruptu. O işinin kusaklarını toyguzub, tamaklarını yegizip, çünkü bunun ben üzem oturup kızganganda köp. Ey, neçe vaqtda mening bilen jurettin ko. O an nime geçtirip jursa desem, o mu mening gepimni anglaydigan tutsa deydim bana. Demek ben anamlarla serkin bulanay. Köpümüz ben bana yüzge berip bir nimekile, bana tamak burtel dettim de. Çünkü bu özünden tepkisi var. Hem adam özünden xilini tapqanda kadar sizlerni çağırışımızdaki sebep şu Hamid. Muş Hamid kamning eng yaqin do'stlarini bilgim kelyapti. Ayna bu. Açtama? Qasim kamma? Akbar. Mana mayak turman bunu. Örlevler istenken bu. Hamid usulluq yumurdan birini qilib basqanda. Usulluq yumruq. Kavak. Ha, bir Kavak. Ya aka yumur et verin ha bir dal. Dallam. Özünüz eng Ha, kelib sen chiqqanda bek tatın bek İslam'da emrettim. Hem bek çok bek canlıq. Ben ağıyla oturdu. Çünkü ben oturdu oturgan ki man bisimip kaldı ki. Ekran aka almışlar onda. Ha, miya Aşağı. oturib bir yumruğunuzu bir anlı yutimiz. Ya yumur da eslerin aylansın. Ayakra kutladı. Ben miya oturib Hamid kamda qaldım. Anıqlap otamacım. Bopdu ailangdan Söz baxt tilayman. Birimdan mana yaxshi bo'lib. Qosim endi sening balanki. Ya bomba da ayak tut. Miya o'tasi Hamid kamda bo'lib qoldi ekan. Mal mülk kalan. Mal mülk kalan kavar sokan mecbur. Otasam on bulduk ya. Ma yamake mini yesep ket birden. Ziyram sen. O Hamid kam İliş bir şey verdim ben bu. Ya adam nemik ciddi sen dedin aday seknen görüp ot çıkırıp etdime. Dep koyup hem de ensireydigan bu üzən koyup etip bir otaq ne ada çöşek otağındek var. ot chiqaraytimi bu yoqqa poqim chiqaramiz. Güzel kişen için baba. Mana dostana tapdın. Tabii ki ama inkas ha. İnkas tabii ki. Ya bak ya Dilradam hikoyalarini sizga vaqtimda. Hamid'den aldık ne tüpkesin yedik. Isına bakan da olsa. Bak makanda kıl kebizden bir dora pira. Mallarning parang aralashmayli aka. Aralashmayli. Kişini kaldı. Payyi o payyi. Ulan çıkamam şu an.
Das joyim ketaymi aka? Bana kuruq geldin mi sekinen, menin sekinen sen kuruq geldin mi adaş? Ben ya bu kısa talep kımıza. Quruq kelmidi asti o'ltirdi. Şit bak oxmamsa. Meclis madem deydim ki. Ya adaş 50 koymaydım seni ulan bir taraf koydum. Emir. Erkim bol, Nurali'nin çolpak geldi, emez bu. Sen Emez, bana iş açtık ya. Ma bu azraq lədədə iş qalsa bana de. Sen özün kapırı ütüme tokumotu da bunu. Şuna ma yumurdun bir anlayla aş yapayım. Yumurdum bro. Ay to'g'ri usullik yumur. Ras. Çakma. Ay. Sen yap bekletişeme. Ornunu kopsanlar. Türkünü cüretçe. Bala. Balam çıkar. Ya ras usulluq yumur ras. Ha. Nasıl? Gölde Türkün çakır. Ya aka mama. Patron sen izchil tutibdi aka. Ha. Dedik ya bu Mike hazır Cevdet şunda çıraylık ağzı bir lokma seppesimi. Kopya Ağina emez mi? kızım. Tatlı kaldık. Ya aka undasa usulsuz yumurdum birisi olsun meyli. Meyle. Ha? Meyle usulsuz. Yumur. Bulağı yetki. Bir tal yumur aka. Vay! Korktu aka. Korkunç yumur bu. Ha? Şu Unda mesela bir kuni deb joyla. Unda Bir kuni deb. o'zingiz bek kulib ketadigan yumurdan birini aka. Bir günü unutib qolsam. Yo'q, mayli aka, nima yumur bo'lsa. Nurali işte oyalı ve adam ki limancılık. Ya aka mayli. Otunu kıttan sadık o. Tamam. Ya Para kılıyor lan, para. Hicalat qilmay, yumor qilamaydigan o'xshaydi. Bunda sen o'rningni qo'yib bera, tekisini yotlab bera bizga. Mesela o'qiganda bir tekislar oldu-ku, bunda bir Ha, bir naqshlarning teksti olsun mayli ya, deklamasiya. Mayli ashin. Men Ye, moslish berib. Nurali to'xta qiynamayla kino artist bo'lgan ekan. Ulqaga odam do'rapasina. Ma bo'ldi-ku. Sizlar ko'rib boqasim. Bir rolni rostda ololmadim men sizlarni oldiga rolni nomus qilamiz biz. Voy, biz nimagina emas. Ben korkmayman. Gap qiling ay singlimizga. Nurali. Nurali Qosimning ko'ziga zodik Inim ko'mot. Ma ikkimizdan tili ber, qilib. Voy, Ya endi o'lib ketadigan yer ketdi. Ya dondurup şu atansa koltuk şu atansa bu delo mürekkep. Ayağının kolu felek gizbekesi. Kıpır oturup aldın ha onu bunda tuttu. Hamidkam naqsh eta olamda da. Naqsha? Ha. Hergiz cuma. Hargizmi? Mashinada ketib, masalan, bir payzi naqsh chiqsa, men aytib ketmanda. Da esamam aralashgan keyin jinimda ketay, men naqshni men aytib. Ya Hamid azaldan naqsh etmay, biz o'qiyotganda mashina atdi. Shunga chiqqan kinolardami dutanab mangdi naqsh etamaydi. Naqsh etmaydi bu. Boshqa- Bu bal odat Ha, bu dariz tushamasdan aytdi. dutanab ketgan. Joz aytdi. Tamaq yetdi. Onaki malla to'yqas uyimga kirib to'y yetdi. Ya Hamidkam nemish qila olaysiz aka? Ama şu kino işleyelim. Kino ishlamdi aka bu odamda. Endi mushuni ya bu kino mi ishlamasmiki? Boya o'ldisim o'ylamidi. Nemish qilsa qila Hamidkam bir nomer qilib bersin. Hozir. Mayli nemish qilib bersa, Dilnuradan bir nomer qilib bersin. Başta qil adaş endi bir ishqinlar bir mang tutgan guldast shu. Ay unda buschu Hamid. A kuniliqi Vanloju ishildan qo'liq Nazgulni chiqira. Bir narsani ola, qaniylik narsa degan. Shuni ikkimiz bir kap beraylik, ro'lab bersin. Ha. Unda men Nazgul olib beray. Ha. Qana bulamda? Lekin men sizlarning tepsiringlarni tutmayman, endi aytinglar unda. Ya kana bu üzükler kana ya akema. Hamid. Ya ha. Qilma Hamid. Vay. Hamid uchun qalay. Hey. Bir tal üzgüm qoldi Hamid. Her kıtım işine de aldap ilip alırsan benden. Pullan lok kalsa. Ma gerek bakalım dememse. Ake. Maçım mana saçı. Hamid uchun qalay. Ma abam manga bergandan istedi qalay. Ya bak lazım bana. Hamid balımızın yüzünü kızım. Kasımcan'ı çok of kaldığı için bütün kalay. Bütün kalay. Eken bana ergü sit etme. Bütün kalay. Ben sit etme. Tokuna bakın her kıtım işine kılırsa.
Yağandım bu kumaşı. Çıktın mısın avalım ben. Pek peyzi, pek peyzi. Marolla pek peyzi. Ya bu Oldu mu? Hamitkan pek zehirxandlik tusu pek zehirxandlikka cuma meyis qildin. Ha? Ya ben de sana özümün bir bişimde etkeşten de bire. Aş tunçuktum bu çömüz işlep, muvaffakatlık çıktıgan o vaqtda ben şunda ensiraytdım, şunda qo'rqitdim. Undaq bulduğunu ben muhmaydım cemiyetçi. Keyin favqulodda cemiyetler şunda yaxshi inkaslar bo'ldi, bu bulab. Keyin paydin pay bu. Mushu tragediya filmlar bo'lib qolsa, o'tirib mangli keldigan bo'lib qoldi. Uningki bu yilda bir nechini ishlaydigan bo'lib qoldi ekanmiz. Uningki bu yig'zari bulab Müşta filmle işlerken men ishki dunyoga mashtablik uni tabiiy qilimizda tabiiy qilimiz deb qilgandagi turmushimdimi oxirida bir necha yil oqaqida ashtaq filmlar ishlaverib turmushni kulsammi kulanmayman yuzim qetib qolibdi chunki oxirida amaliyot biz maktabda o'rgangan vaqtimizda yaxshi yomonning rolini hammasini o'ynaydik biroq Qilib qoldim. tunji qitim ishlagan filmim muvaffaqiyatli chiqib kelib keyin oqaqadan takror bo'laverib menmu turmushim ashtaq bir xil tushkun bo'lib qolibdim-da. Chunki Anarxon kelgan vaqtida aniki men talab qilgan men yaxshi yomonlikni o'ynay olmaydim. Buda bo'lsinmi? Askerdamlikni o'ynsam bo'ldi desam, undan sen bak chiroying bak ilmiy chiroyga obrazingni o'zgartirib taqirvash qilib chapaq qildi deb turib, shunkin Anarxondan keyin asosamda yaxshi yomon rollarni elib turib, mana hozir evatmagan masalanga shunday turib men turmushim o'zimning badan holatim xeyli yaxshi bo'lib qoldi demoqchimchi. Mushtaq demoqchi. Ya aka, ahırda uf demiş. Bu tügüdüydü. Kuş ben Bu Anarxon degan dağlık şu televiziya teatrlarida mı Hamid Kamlan uçurtalayımızda. Sen çapak bulup çıqqan ha? Ha, şu. Ömet Xamin çapak da tulla atqan. Cimatra papak. Ya unda bo'lsa Mishada deyman rolchilar rol o'yinsin aka. Mishada yana bir mush Qosim Kama baka emasmi shu naq maydonda bir etot qilsa paqamliq deb o'ylab qoldim-ku. Qosim Kama masajbason. Ha, biz o'tirolmay. Ashta qilib naq maydon tayyorlik holatda bir nima kapaqayli mishada qilib. Ha, tayyorlik holat kelmay. Tutnunda tayyorliksiz qilmaydi. Qilimiz ve Naq maydonma. naq maydonlikimiz. Men cho'lpan keldida ashta qildim-ku da. Shu ma'noda. Ay yo'qdi. Sen qatnashbak akamda, suna programmangda bu. Sen qatnashyapti to'g'ri, sen. Biz amayla qatnashaylik. Ha bo'ldi, unda 5imiz o'ynab baqaylar. 5 ayla o'ynab baqaylik unda. Itotni ya. Cho'ng tutga drama. O bir alam. Ha, o'tira. Yapaqaylik ha. Bundan aldılar mı qilaylik. 5imiz o'ynaylik. Ishimiz biz bir Rolni alam deyish olaylik. bir rolni deyish olaylik. Ana rolni deyish. Personajni ayirib olaylik. Xush kisa axutum bilivasa aka bu. Asla axutum bilaveringlar. Shu Bilaveringlar deb amaliyotni axutum. Jaylanmoq bo'ldi. Bunda olsa anaqkin Nurali ishkimiz ishqinglarning inisi olaylik. Nurali meni aynim bo'lsin. Qosim meni Men Hamid qoldimmi? Bo'ptilar bir. Men Hamidning inisi olay. Anaqkin Javdat O mening inim bo'lsin. Uni bunda qilaylik. Javdat bunda olsin. Javdat unda O'z yaysagan. belgisi bo'ldi Javdat. O'z belgisi biz Javdat o'ynab. sen o'zing bir dapaqa. Sana faqat rol chiqmadi aka. Yaysagan bilan bo'lamsan. Nuralining hadisi olaymi ya? Yaysagan kilam. Yilab dessaysidigida. Chiqimizda bugun dessaydi. Deselmeysem de merdiven kötüre ve kokmaydıkla ha. Ben bağımaş töpsüge kirip jidal araydigan bu yanın adam bulayçı. Bu yer şöylik maviye bu yer bu ya. Qaysi eliq bizni kirib o'tganmi? Sen ya laqa bu yer pulni yiqil kelgan bo'lib yoki parpul yiqil kelgan bo'lib bir nima qil. Bir elektr chiqadi. Aytdan bir oddiy qismatdan qilaychi. Bunda undan sonra ashna bir kapaqan Ya Dunlar, kirmemsin ha ya. Keş kaçı yasın botta. Müşla aşkap oturamdım ben. Hocam vaqra verken sax. Ya binşanı hiç kup kurgaq durdu. Her kıtım ben ekilime. Tuxumdum bu da olsun. Ben geldim. Sen bıraktım ekirmemsin. Kozak iç gitti o. Pek öş oldum cumu bu öyde yıkılıp durmuş getirip. Tuxumni men kelganda, öyde göş yaqgan to'q. Shu tuxum kelganda ki men shuni bostirib göş chiqarib ana ininga dapanji qo'yib bergandim ha. Aşını bana mamdı.
Aşım banam davatkan kipini. Qara Hamid Akis degan shu uyninki bütün mas'uliyatini öz ustiga oladi. Binshangni to'ldirish sening vazifang ada. Kechkichi menga men tuxum akirgan keyin sen sut akir, sen say akirgan keyin men go'sh akirma deydigan gap yo'q qara. Ben rast gapsam. Ma neyfin iş otqılıp neç gün bop ketdi mani. Keşkacha. Men shuni bo'lsin baka. Ma junglyon ishma. Bir etken çayımda qımmapsa tamak mı qımmapsa. Voy shu mening ma to'g'risida aytgan chayig'imda bir qaynoq suv qo'ysang ham shu bo'ladi shu. Hammasini men qilib bermayman. Ilmi opangdek beqiyotman kechgacha. Ya tuzuk yaqilcima ba. Voy nimdoq o'ngsa? Ya ağzı chiqatgan gap qanday gap bu? Voy yomon gap qildimmi? Men satga qildimmi? Elbiko. Ya o meni desang mayli onamni tishlab Ay bo'ldiqlar, nervam tegdi ma u. Ha, ya nimish qilmoqchi? Neymiş qilmoqchi? Sen mangmishda vaqirab ilmini urg'ulay qilibsan degina. Men budal bo'zak olmayman senga. Vay, Nurali, kirafka uyga. Kira. Ma bir nim yeni bo'zak qilmadi otdi. Ha, aroq ishchi o'xshaydi turadi. Ha, amdi gapla, ukamga gapla, menga gapmay. Ya, menga gapmagina, no'cho'sang ukamga gapla. Tak. Voy, ada yaxshidimi? Nim bo'lding? Qara. Ya nim bo'ldi? Men sana rastga qilsam nechoqni yoq deymidim. Men shunda bo'zaq qilib bordi qara. Yo'q qarab qoldim meni. Ya tuzuk yaqil to'q tushanda biz bo'g'ashda to'g'rida. To'xtag'in nim bo'ldi aka, nim bo'ldi? Ya nim bo'ldi? Har qitma uyga birini akirma, ya birini qilma, ya birini birini akirma ya. Qara nima akira, go'shni sen akir. Tuxumni men akira, sutni sen akir deb biz ejji turmush kechiramdan buni bilan ajrashib nima bo'ldi? Ya aka, bu nima deganing deyman, bu ayol kishiga mashta damsa, bu uyni sen tutayotgansa, uyning to'riki sen-ku aka. Bu xajlaydigan xajlamamsa, hamda oilangim cho'payli qilamsa, bu ocham nima qilgan bunda? Qo'l mashkang to'xtatdi. Shikam tanqatlab bu. Mening ufkam ba. Ya aka, men mi telefon urib beray? Ya men sen. Ya qasi. Ufkam mekla. Mashksim birdishmay meni ahmoq qilma. Dönürüm kapto. Demansa bo'ldirma telefon qilib. Uyimiz o'yib ketdi, aralashtirmayman. Ya aka, men unda qilib berma, sen qiziq. Ya qaysiq yey? Aka! Gaqilaning bo'ldi. Ha ko'mamsin mana. Men bo'zaq qilib berdim-la. Ya tamoq qilib bermaydi. Endi jizdalni maquladi. Nima gaqal aka, men nimada qilsa? Men ochamning eri bu. Shiltiydi. Ani bo'lding? Shiltiydi. Bo'lding? Nim bo'lgan? Nim bo'lding? Ay, shuni buda gaplashtirdim. Ay, uqam. Yaxshi gap qilsanglar, urushmaylar, yaxshi gap. Ha? Narim tutatsiz. Ha, gaqilamda. Shuni qiliq bo'ldi ya. O'tira. Ya nima achash? Xo'sh, nim bo'lgan? Ya, qara, manda gap. Ko'rginar? Ya aka, sen hayajonlanmay tutura. Ya qara, manda. Tantiyo chiqma aka. Ya tutura, manda o'tdi qara. Ha. Ya bu ishkelanmi yaxshi aloqani degina. Bu ikkisining ishi, shu bu oilaning ishi qara millatda. Men bu qo'l tekizib bir nima qilganim yo'q. Ochamni doim urib oldi-ki qara. Doim urib oldi-ki. Voy, ya qandaydi o? Ya masalan, ocham akangni doim urib olganmisa qanday qilding? Ya achash urpiqinga. Ko'zdayma. Nani? Manga to'xumli yiqvaga yirna. Ya ocham deya yig'iltib-o'tdi qara. Manda olsin. Ya boshroq ya. Manda aka sen To'xtab tur, bekaqila jibtira. Ayvoy. Ya bu nima degan varang turang ya, men binodikilarni bir xultamsizlar, uxlatmamsizlar. Kundil sizlarni o'yda mashta jidal bo'lamda. Nimanda qildi bu kim? Ya men bu uyaning odami bu. Ha, nim bu men akasini yan tip qo'ygan balang o'xshaydi. Ha, nim bo'lgan? Ya ma sizlar ishniki men nemisini topshirmadinglar, parpulni topshirmadinglar. Bulto sen axlat pulni topshirib, mayoq parpulni topshirgan. Qara, men akang qara, qara, men 5 yillik uy pulni topshamabdi, uyni qanday tutdi? Ya buni satmagan ko'sirli qolib qoldi ekan, bizman qila. Ya maqra. Qo'lab qo'yganmi? To'xtab tur aka, to'xtab tur. Uyning to'rikida akshi olganki bu xotin kishiga besim qilyapmay topshirasiz, tugamadimi? Men kirmaydi. Ya to'rikmi yog'ash, yacharmi yog'ash to'liga qilib jibtira. Ya aka, nimani topshiraman-da? Parpulni men to'ladi. Endi ma vuyemdi. Vuyen mayoq to'lib. Ya ko'mamsa, mana parpulni men to'ldim, ani o'tolma. Bu ejri qildigan bir alag'ini nima bu ishkisi? Ya menda gap. Ya bu boshroq qilasan.
Aka, en çağdımı, yeliqinin gibi ağinenki azırak pul verip ağantdan boqutun. Şu vaqtda fuqqanmış, turmuşmuş, ejinin qanda olgun. Ya mında. Ma pul ne, balda qanchalik bo'lsa, men üstümge lay. Mağlanın aldıda sertleşmeyi qara. Qancha pul qanta? Ya mala qaysi şovçuniki adamlar bu? Mış 40 bin pan oydu, mışta tötünle turup atamsızlar. Men bununla bilyatdım ha. Ma anınla bilyatdı da. Tuzuk yakka, ma binadi Ya şimdi bak cık vakraşmanlar. To'xta, bu yerda Çakkalara qaytasızlar bikemez. to'xta. Qırdığa şup qalmışsın, ben qayttım. Ya pulunu alamaysan mısa? Ya bu arada ben etkire etdi. Aka, bir nusumu yol saldık, işkinsi kilem dok. bir so'zim yo'q qoldi. Mında olsun. Ya açaş. Ben neçe vaqtidan beri nemi görüştüңlar bir to'xtagina, nimang bu? Ochash deysan-ku, nimang bu? Endi men yenge deb ütavatqanligida. Bularning shu urush to'xtamaganlikan, shu açaş deb demay nima deyman? Sen bu vaqti kelsa undas akash demsa? Ma'qul. Degina. Sikina bu. Degina. Ya açaş. Şu nima sabab bilan urushding ishqinglar? Ya men davatime qo'shib, ma'ni Sen şunguna nimanda qildim bir kep. Açang yaman yo'qamiz undas akasanmanda açangni. Aksdaysam unima bo'lsa, u. Omshab qo'ying. Bo'ldi. To'xtab turma. Ne? Dedi qoldi. Ay. Qahlar baya sart turdi. Ay bu shiqs o'tiryapsiz. Şu bir ishlar aralashmayli desam, unumaysa qara. Ay yo'q. Mashunda ish bo'ldi. Adir. Ey, munda olsun. Mashqsi. Biz ketdik. Altın. Çıkıp. Ben karşısında bakıp yakarlaşkan balaya. Ava ovozim biza yuqori chiqib qoldi. Ya. Bu vaqtimizda bir yo'l qilishgan. Radi ishlayapman da. Qanda? Tasha ochida. Jira. Rasmiy juma. Ikkinchi aralashmaydi mana. İlk buruk itotlarda çıkıp salam vereydi. Ben bir qatarda buruk itotlarda şaqalat. Hamda salom berim. Anandan keyin. Rahmat sizlarni kutganlar mening eng zo'r baxtim. Rahmat. Sizlarni kutganlar bizning eng zo'r. Bo'ldimi? Bu tayinsiz Ketim var rol ilişimcima. Men çok diyecek buldu kemme. Azrak olsun tuğansam tutardım ben. Bu bek oldirab qochdi aka. Ya mushu ya yaxshi bo'ldi. Dacho bayatın o'ynashlarında mesela mayli Dilnur, mayli Hamid, mayli men bular hamda bir ancha-muncha kasb bilan shug'ullandim. Javdatning ben men ko'rib boqmabdim men bu. Ya rol ipaq. Menda bir ekranlarda hamda chaqchaqda hamda qo'l qo'yimizga o muqarrar. Ammo menda rol apaqin ama bayatın resmi bu yer. Resmi bu yerning adimi ya. Kırsılı nervam qo'zg'ilgan joy. O'shga shu. Aka bu odat qishdi bu yerda. İkinci kez. No yaxshi avat. Şu abay darqalma bu yeniki bulayım ya. Halika tayyorliqsiz etotdi buchu hamda andisonda kamchiliklar bo'lib qolsa ko'rinmalarniki o'tkazib yetishni qabul qilishni umid qilamiz ha. Hay rahmat. Shaklni chiqarib neg'izni qabul qilishib. Dedim qudayma. Xotirjam bo'ldi. Xotirjam bu ketida hamda. Ketimiz deb o'yladi hozir. Lekin unda bo'lmaydi. Ketadigan ish yo'q ada. Hayot har vaqt rayimsiz. Sizlarda xotirjam o'tirib. Men Nurali. Bayatınla qilib shunda his qilib qoldim. Aman payz bo'lyapti. Men shunda xushib qoldim. Ag'inam bilan birga Dilnurni, uningdagi Qosim. Elnur dedimi, Dilnur dedimi? Dilnurni. Qosimda emas. Uningdagi olim bizning ekber mana mashaqtiki azmi mehmonlarimiz. Keyindikilar kimlar demamsa? Uydagilar mana bundaq mana. Ular kim o mesela? Bir turkum ikkisi emas, birsi voy. Qaysi? Amayoq yengam shumi? Hesabda siz Javdatkan bilan to'y qilganmi? Qanday qo'rqmay o'tib turibsiz buni? Ayol kishi olsun ishloqlaydi. Kimiz ekansiz ku? Kelgis Dilnur. Sen bir çaqchaq çoğan bilan qo'sqa urib yo'g'antib o'tdingmi? Erkekda. Çünkü bizning programmamizda hamda men turib o'ylab qoldim. Mushlam bir charchidi-chu. Meniki isil ag'inam, sening
Aka, daqo. Roz Aziz aka. Ha, Roz Aziz, şoň Roz. Dağıldımı dağ? Toluknamış şu Atuş xalq naqşlaryny Hayır. baýygy yetkizip etýatgan İslahına bunun naqşlaryny men bek ýaxşy görmem. Men osasmy üzem ýaxşy görgen sanatkarlar jyk çakyrypdy mençe. Özün yaxşı görgende, laqas senin gepini anlaydıqalan etrafdaki ol sende. Yemin yetmeydi kaldırdı arlaşmayı sende. Üzem men ýaxşy görgenlerni çokum xalq ýaxşy gördüm. Çünki bu yigitlerni hemimizni xalq ýaxşy görüp atlar eken. Bu Rozniki bu ýaxşy naqşlardan bir tınışsak qandaq Rozkan bikal ketdi-de bugün da. Meýerde ýerip çıkýan birek barmy uýurtupmy? Kamadalarymyzy gömep sendesen. Hagyndan özüň birini diginäsen riýasetçi bolan, men riýasetçi bolup işimizni orun almaşdyrsa, hädenki çaqçaqlandy. Hep sen toy kılasın. Onda olsa, Roz Aziz akamdan bek yaxşı görme, işkeylen şu Gazelxan programmasında bir uçraşkan bolduq. Hem-de şu wagtda men Roz Aziz akamny burun naqsyny algan özüni kömegende, körep bek diýdi ojo, bek kiçik bel. Bolsa, akam şu xalq birak bek awazyň bek beyzi akasynyki men ögütüp goý desem, ya senin maýlaqa lewşiň maw naqşlaryň, senin qypatgan naqşlaryň texim beyzi sen many men ögütüp goý. Bir-birimizge muşta ögütçeýli dep naýat kiçik bellik bilen şunda bir tonuşlar bolganda bizde. Şunundan keyin men bu köňlimde şu Roz Aziz akamda bir saklawaga ýerim bar. Bir hürmet bilen şu. Şoňa masalandy görüp, ýa bir qytym koşuldum. Roz Aziz akamdan nurgun naqşlar bek goly bolgan. Asasiýetden usulluk naqşlar bek peýzi bar. Şoňa bir naqşyny urup etsek, bir meşrep ýetirdi dep oýlap kaldym men. Rahmat. Salam. Bugün bana ağynam Cavdetninki huzur çaqçaq sahnesinde sizler bilen bir sahnede oturup naqşa aytip fırsatıga müyesser boğalganda bolsam boldum. Aval Cavdet bilen inim Nuraleyninki şu sanat hayatı texim ilgir bolsun. Alım çayan inim üzerinden inisi men taxmyndygan üzerinden bir jytlyk boğalyk üçin emas, bütün Şinjandyky her millet halkynyň ýaxşy palon dep oýlaýman. Kasymjan şu Ömçük palvan diye. Hammaňlarga salametlikler ýar bolsun. Usul Pervans degen naqşam taqaldy. Şiirini ustazymyz Muhtar Buğra öz golu kalemle ýazyp berdi. Inim muzikisi Gujimet Qurbay inim muzikasini işlep berdi. Akordini Muradil Absalam inim işlep bergetdi. Sen bir de alakası yokken aka bu naqşynyň. Şu men şu eğitimlerden. Men adetde üzem demeyi başkalarına değişini yaxşı görmeyeceğim. Başka birisi itma David kesdi. Şoňa şu naqşyny urlap berey. Ýaganda berip goýgan. Bak. Harasma. Jongpol. Bugünkü hakkınla. Bugünkü hakkınla. Bugünkü hakkınla deydim ama. Hemkarlaşqa ornym nim qezdire. Alim çayan qeýdi. Lezzet qezleri. Ya çünkü bek titip ketdi. Rasmen qez diýmeýdim. Ýolçum çöçek klubumsa. Bizden oýda qez üzülmedi o dikin. Hem yaxşı ki hakikaten. Jürt meslettin deyme. Esil. Ayrım işleýini goňgosny ýene. Ola pul berip goýsanyň tolluk getirdi. Ya abay bu dalan çıkmaçılan bädi. Şunda Yo elenek. Yo aşmedy hazır birasiga mesleň ayrım dep qalganmyz 1000 koy 60 bolmaýdy. 100 koy bilen oňuşup etdi juma. Aşa şirketlerimiz kep öwrümli kılýanlar. Nurali, saqlayly. Dilnur bilen Hamid elan qıyamanken qoy, alimnikini urwetdi elanny. Hozirniki bir yürüşden bereýli süýdi. Bir yürüşden, bir işitden diýene. Bir işitden bir işläp baksın. Hozir diýen qahwe akam. Rebyanaq işçip ma qoýsu da bizde şundaman. Eşkalla. La qattiq elanlar işläp beremiz Ha, işläp beremiz. Qattiq elan işläp beremiz. uzun qahvasi. Meslenga, oy, işletýatgyňyz nime maksat bu? Bu uzun qahvasi. Bu ýaňyndan çykypdy-da. Şundaq. Siz mi içip bakamsız? Maqul. Good. Ya yavaş. Vah, özgüçdem. Men içip bakay. Good. Vaa. Men daşamak ýa-da daşamak uruýdy. Ozurny maqsy bir köz içilme. Ya. Uzurny maqsam la kirpikler uzuranda köz ýognap çykdy. Uzur qahvasini içsаңlar. Texim yaşarım, güzelliğe ola deydim. Ahiri. Hal kapıda ama o ilan emas. Hakikaten hem yaxşı ki. Ama rast gep. Rast deyimiz de onu. Ras uxlatma eken der kız. Kulağın köy Nurali yana. Hozirň köýgüs öçküs etken çaýlar aşynyňda bir ýürüş berýär. Ya tögüsüne bir adamga berme, 3 güni Hamid kamyga berme. 3 Yandası.
Tügüstü yaxşı-go. Tөгüste. Sen 3 günden iş. 3 gün. O mu buldu? Neyimdi şununkini içtin? Hamid. O hayvanat ama Hamid. Qasamning bekişidi. Ha? Qasamning bekişidi. Hamid gasal içiyordum. Ya bu aşnadan adaş bu hatırlamış. Bir haltını ekitip haltısını keyin ekesen yan bir haltı vermiş. Hamı bir iş bergan boldu dep abany yaqın. No, adam- Bir xaltlan berdik ya. ha o mu baptı? Bir abanym deydi. Bizge faqat umganda bir işka etken çaydan bera degan. Vay çatak yok. Biz desek son iş yok berip itip birdiçmi yo'nla qaldıraşursan var. Tögü daş ozurdan tögüsünü apır berdik. Vay ya tügüsünü berimiz Hamid tağıyla bulsa. Ya bu Jölek jölek işlewatqan ki qumluq işlep. Ya bunu qoloçuk qoldularda öymüyü apırıp berdi. Ha, bu çat- Çadan örümcek ketdi öymü. Biroq nup çıkmaya ditişalasam. Ya boldi men ishkinlar dedim ki ağzımdan çıktı boldi. Maşı huzurning kimiş qahvasidan, maşı huzurning tügüs etken çaylardan şundamı Nurali. Nemene? Ya 50 Qasım qıçı. Ha? Qasım qıdim bermek şu atsa. Alliyimga. Bu Qasım Kamga şu Saka. bu Boğan kahvesininkini hemmisini ben Ya adimlik hayat şirketindeki vakıfın çaynan siyagızını beraber oldu. çaynan segiz ne ya? Segiz sene de Segiz. Şimdi qalmaptı lekin bu. Siyagızını köp, işçi köp durmasa. Eke pensa ken turgun qıma siyagızını tüyüşük ket. Ya bu Qasım Kamga o'xshash qilib berayli hamda. Berem da. Ne berayli? Ya rast berapti ama televizorda işte da qo'ydinglarmi ya? Vay canım ağıyla birnim diyatda. Toxtam ne kılığla? Yazaydı yuz berayli. Roz yığ vermeyse. Bana tügüdüllü birini vesulam. O ağaç suyuğan nimle gisildi o. Kanarek. Ama tuşluğan dikkat yoğan ne meketmiş. Ma programını ap bo'lgandan keyin ma jozini berayli. Bago da dabazır heykel küstü koymayal, küçük heykelle. Rastını ben tanımayım ben. Roz yığın bereyli. Bereyli. Şirket bizden olmadı neymişimiz. Ha. Onun bəylik nemen var? Nemen qaldı? Ağındaçılık vermez. Köңlü bedi Ya buldu sana mu? muhabbet berayli. Köңlü bedi, muhabbet bedi buldu. Ya özü terki başlayıp bak özün bana dara oldu. Man ozurdun ma? Ya Ya- bu muzurniki qizil buğa amdan soğa degan shu. Hatırlayacağım ya. Ya shu e'lonlarda sizlar yo'q da. Chaqamapti da. Ya bek yaxshi chiqqan ishimlik Bek shu. yaxshi chiqqan juma. Ko'ngliniki qizil bug'iniki da ma bu. Nim deb kutib bermayman. Lan. Bana oktatmay diyorlar. Hayat şirketi de xil orus bulaptım. Ya men aba oyat o'tirib bir qism bo'lib qoldim qara, o'zgira qoldim. Shu o'rin chataq. Çok kızıl bugün tut git barmadı. Sen davamlıq ishib turmsan bo'lmaydi qara. Yaqin to'y qilsa, pat-pat ishib tur. Rasm. Men kelayli to'y qo'paymiki deyman. To'ynimi shu huzurnik tojdorlik olmoqchi. Hamkarlaşka uğrun şu. Ha, şu huzurniki. U menga kechicha hamkorlashmoqchi. İşte hakkımızın bulmaydı da sana. Tacdarlığım huzurda dep cümlemdi. Şu bugün hem de meşek atlayıta silen çakırışımızdık sebep mi? Nurali'ninki meslek çayım tatil. Beni çakırıp akabı kızıp bergen bu sanatı. Tamamen şu meslekçiğini çakırdık. Meslekçi bu. Ha o buldu Neç ki. duyamız hem. Pul qo'ymsanlar mayli, lekin cho'qim bir yaxshi nomerdan birini chiqarib beringlar. Qasim kam doyarlik qilib bersin. Valla Kasım davayarligini qısın Ha, toyninki. toyda. Əslən çıraylı qılma Nurali'gim üçün bir say toylarını tükətkisi rejissorluq qıpamız işini qamlaşdıramaydıqan neymiş. Bu alım bak bu tərəf Bu eşit teşkil Cavdet. Maşini bo'lab chuymusun. Men cho'g'anda ay tugiga minib bilchiysan. Qanda qilsanglar qilib pul qo'ymasanlar mayli, chiqib men chiqim tatmasamda bo'ldi. Nurali'nin toy mərikisi kəginələr xoş olduq. Nurali'nin toyunuma asat. Meslekçi ha. Ürümçi Hayat Soğut şirketi zademiş o. Muqim boğu çemkarlaşdı. Bunun turmuşunun obraz vekilim ben. Müşerim tilam tutib apardi adam meniki. To'y qilmadan deblamchi, mesela işte besim qilib ketib bardi. Çolpan ki ben yerin tusu oludu. Ben bir şey başka şey yok. Ürümçikiyle səhini qılıb kanın toyunu qıvitay da atmış. Yaxşı görməm ben riyasetçinin çesini. Şundaq bu ha. Yaxşı.
Kunda degan telefon qilma o'g'andingmi deb. Bu senchu akva deydi bu. Bu madam ham qo'sh deydi bu. Qo'chaq sistemaga kimda o'qiyapti. Shimga tegib turib o'zi rolga kirib ketib qarab qo'yatdi. Biralin. Mush Hamid aşı Nurali tushirgan bir kinoga Nurali qatnasalamki, aka deydi men ekileydigan qizcha. Bo'ladi gap yo'q. Meni mi tushama aka, Qasimka? Munchidan boshqa da. Voy qizlarda qo'rqmaydigan rol chiqsildi. Qo'yma yaratma desingdi. O'zi ichilib oldi-da hozir. Xotirjamda oyinda Rambodek ayolib. Kelsinmadi. Hozir o'zini qiymalli oldi deb. Abaytaq davatmamda Nuradam qulqim kelib, necha qitim deb bo'ldi, manda bir ta beramdika bizga ketadigan vaqt. Salamat. Sana mı degendo aka quloqqa? Shundami? Menga mı abay deb yuriydi? Birini beramsizlar biz qaytqanda deb. Lobe atışlı qo'ygan bilan bek ganjang. Beraveringlar da. Beraveringlar. Amal va bizim qo'y vaqt o'tib ketganda beringlar dedi. Tavaşlaq beriyta ishchi va. Çislasını alıştırıp. Çislasın. Ashdan qarab ichdikan. Qanchalik qon to'liqlaydiganni. Sataq yo'qdilar. Va'da qildikmi? Bilsan qaqinangni ganjangligini. Lekin bu rosada, ros hep berdi. Keyninglardan. Qopqon. Nesiden təlimiz yox. Yo'q, ros ashtaq. Keyninglardan sapirdi. Sen onda Aştı desang. iniq demamsa aka sen. Sen hozir bu gapni qilsan xato. Bular mahsulot berib qo'ygandan onun uyga olmamdi. Bular 3-4 kun turmam demekda. Ashtama? Qatqat kayit saqlab Kayit turibdi. saqlamda. Ya bizniki hozir yana 2 kunlik surat kelish qoldi emasmada. 2 kungacha men ichadigan ishchib qapqag'alarini yig'ishtirib sizlar sepaymoqchi uchun. Sap quruqtadan. Yo'q, 30% ba ichida. Sen hava. Onda sen şu an 30%. 100% içi kala. Nurali. Valla bugun qo'nqasin et yazın sunan chip apır qo'ysin ya. Ya aka bular qo'pidigandek emas. Bularning buqimi uyimi yo'q. Bir narsa taqda. Endi qopab ketinglar deb bir narsa taqatmoq qopmayga o'xshaydi. Yo, abay shunda tigva gaplarni qilib, xuddilik program hozir tugadigandek tursak, yetib olsa baqa seni. Va senden sahası kırmak asla çıkmaktas. Sen kirib boqmisan aka, ne bilsan. Özden qo'shmaydi ha gapni bir. Sen ona kirishma. Nuralin bilsa burunni tatib odamning zitiq degan gaplarni qiladi. Qol ketibdi. Ben menga o'sha silliqlarni qarag'lar. Ayoling ketdi ekan uningga. Bas, Nurali hozir beka qoymoq turib 10 so'z qopib chiqib ketsa. Nurali odatda o'g'illar bilan yaxshi paranglashamay, qizlar bilan yaxshi paranglashadi. Do'stim deb. Shu Hamid kam bilan yaxshi chiqish qoldim. Niyet teşvik deb ketdi buni. Niyat aqllar. Qalbim bunuldim ah. Qalbim ras bunundim ah. Aqligimda. Javdat ash olim chayon qanday qaraysiz? Bir Olim chayon adaş buni keyin tarafimiz uddul tarafidan qarasan bo'ladi. Faqat emas bu. Olim chayon qanday qaraydi? Olim chayon programın izchil bobi tek miminimda hozirgacha zodi ish qilib bizning Ketmayapti. Mening ketmagini yaxshiki, har qatim men ko'ydim selvas nima ish qildi? Siz qo'shing. Pul bilan bu To'g'ri, hozir demdidan sen. Bu pulni berib tug'ash ichilib ketdi. Shunday gap bu. Men dedim Hamid kam dedim. mandaq gap hozir bizning uchun Bulchidan kelgan 4-5 aqillar va ular tuvanda ular bizning programmaniki tamog'i mas'ul. Ular oldi oshpaz. Men dedim, men unda ushaq tushak ishni qilmay pulli qo'yay dedi olim. Voy şu an abaytaq rozazkama men jirchan aldirayım bir tanlaq akşamda ihtimal ketime degende bir o'rinlab qo'yib o'tirdim. Yana o'rib qolammikin debmi? Hamid nima qilasiz ular? Adaş bir ikki qizmida bir gaplarni bir peyz. Voy gap demagini akam. Ta'sirlik. Ya faqat bo'lmiz biri chiqib berish kerak-ku. Bizga yab yig'irlab bersin. Bəsin demək. Ya lekin Hamid kam nurg'un kulib berdi bizga. Degana. Şu kızgınlık Obrazda qakamış. Xo'sh bo'ldingmi, xop bo'ldingmi? Ya hoş bulduk. Ya Hamid kamning men obrazini men cho'qim bir do'rab chiqaman. Bira etotda, bira film cho'qim do'rab chiqaman Hamid kamning shu o'zinlam. Hozir kichikina. Nasıl ben şey oturayım ya? Ya mayada ottamsam ganjo ekenmeydi ki. Mal mülkü tesir kılgaçlı kılma. Ya, Şahsi mal mülkü tesir kılgaçlı kılmaydı ha. Bizde yan otur oldum abi.
Vay, Baldırak toy kılarsan bulmap. Hamid birini dedi akırı. Vay hakikaten Dünradan pulgumu ammagan go. Aşağı. Biraz yem tutu oldum işte da. Hamid adaş, programım yaxşı kapsa adaş. Hoş buldun bada. Senin amla çöçekti bir görüşken pete. Abi şu vaqtda Hamid hamda ma men Ürümçi Ataydan kelib o'zaman. O'zing bilsa Hamid, ma elning ichida chashmchaq chaqib juda. Chashmchaq chaqdima. Butun Şinjan xalqi bir kulsa, tushansa degan umidda shu qilishim sening qanday bo'larmikan desam. Bak yaxşı oldu bu. Yaxşı. Ondan keyin biz o'tgan kino ishligil bağa vaqtda. Bir ro'yxat qildik, u mana mesela eskining obrazini qo'yliqda qilayotgan vaqtda doyan ashta o'rlashtirib tikmenda eskining obrazini nim yaratib berganda men shu eskining obrazini o'xshash qilib yaratib berdim. Bu andan keyin nozigul maya chiqqan. So'ng ashta o'ynagan nim bada. Sen Hamid aşı keyin çöçektik toydun keyin yani bir yer ultadıkmı ikimiz bir sonunda. O'tladik. He? O'tladik. Sen meni Yumurni gapin demamsa usullik yumurni. Ondan keyin Hamid aqirada bugün mush shaklini qilib, haligi mush sağan bir dasturxonim bo'lgandan keyin sen mi quruq kamiding adash. Ya şu marakasin. Adash. Usullik yumurundan birini demamsa adash, men to'g'riliq bir ikki qiz gap qilib menda. Anam. Hamiddan bir ikki yumurtang shaylab, ha? Usullik yumurdan. Oy. Bu diyemeyim ha. Bana ko'ngil yo'qmi adash bir ikki qiz? Ya ba likum. Diyemeyim. Adki demamsa akayla usullik deb. Depegine? Elik abi deyishgan it o'tmisha o'ynaydigan bo'ldikmi biz? Demamsa aka u biyaniga emas deb. Emas. Emasmi? Ya adaş bir mında bir usullik yumurda o'zing munda bir o'ynaganqa birin cho'chakda bir o'ynab bir chang chiqarib atdingqa bir. Bak onun da ötep ketdik. Usul abaqa usulunu da bereyim. Kamdiki. Ha, doğru. Gap. Ya. Gap. Şu. Ya ka o lakkoning amagan saka. Ne Kaynak birini qo'ysak oldu. Ya Nurali maş programda biz va'da beraylik qara. Kamil ağayla bilan maş yaqin bir ağayni qilib qo'yaylik. G'uljininki pak maş nemisini Kamil saqlab tursin, maş cho'chak maş taraflarniki maş igur. Yaqin ağayni olsun. Mavi mandıq sükültke Kamil mandıq. Ya Kamal mayak çıkamam. İkram etmem. Dek. Adaş Kamil öyle yaqin ağayni olsa adaş. Numarını düyten saklı ola. Programda tushgandagi mana shu xizmatchi xodimlar yo'llab turdi. Kamilda men bir yurishda alam yozaman. Lekin men mush chempionimdan astayliga qatnashib aka. Herkes ko'nasga qamsa aka juma. Lekin keldi. Ya bu doğraş degan bizning kasbimiz. Shunami Endi aktyorlik. doğraşda sal oshirma bo'ladi-ku aka. Ha? O'z zeyni doğraversa qizqarlik chiqmaydi. Men masalanga shu bekçi qadam doğraymanchu. U doğraşda cho'qim uni mazlashtirib uni kamsitib emas. Bu degan bir kasb bu doğraş degan. Kayfiyat ko'tirish ha? Kayfiyat ko'tirdi. Ya benim özüm kögüm baktı. Özlemni ko'rib oldim degan. Kördüm hem de özlemni. Chiqib xafa bo'lgan Qapolmaydi. Men buniki bu ag'inam deyishimlik sabab marhum chaqchaqchi Yebekam ikkimiz cho'chak tarang ishlatdik. Biz o'xshatdik. Chunki bir kimniki Yebekam voy yil qilib oldi.
ko'ngli keladimi dedi. Ha. Ko'rkamlik ma chiqibdi. Rasmga tushib olaylar. Shu vaqtda mana Hamid manda bal ekan dedi. Ya ondan xotirjam bo'ldim. Hatta bu chaqchaqni to'rash degan kichik shu. Ishonmasang bir qachat urpaqa. Unda o'ylamaydi, pashini o'ltirib yutibdi deb o'ylaydi. Ya ayar ishikdan erkakchi bo'lmas, bu xotirjam o'tirma. Baya Hamidning bir tipi diqqat qilmanglar. Hamid dedi-ku, masalan, doğrusimi men o'zimni ko'rgandek bo'ldim deydi. Mesela Nurali'nin bayatdan hareketlerinde özlemini kögem. Bu daim özünü gördü. Aş bu düşemezdim da televizör qarab, "Cep yaxşı oynaptı ma Hamid'den." Özünü görüp aldı. Huzurunda. Rahmat Cumaka. Unda bo'lsa sizga rahmat edi. Endi mushu programmamizdagi asli vaqti 1 soat. Hozirgi xeyli bir vaqtlar bo'ldi-ku. Buningdan keyingi vaqtlarda balkim ko'rmanlarimiz sizlarni bir qitim ko'rib olgandan keyin yana izlashi mumkin. Ajab, ma programmada chiqdi, amdidan boshlab chiqadigan o'xshaydi bular ekranlarda yuzlanadigan o'xshaydi deb. Chunki Hamidga mushu kino filmlarda rol olmag'ili xeyli bo'ldi. Oldi. Lekin rasmiy burunqidek emas demakchi-da, burunqidek jiq film bo'lmagandan keyin shu ozlab qoldi demakchi. Dilnur adam shu uzun muddat tashlab yetib qoldi bu kasbni. Ya lekin biz bek jiq ishlayapmiz. Ishlayapsiz, lekin shu burunqidek rasmiy kino deyman-ku-da. Amanda kino o'yinni hammadan ishlayapti-da. Bular o'z chambarak siqirgan birimlarni ishlayapti. Shuningga rasmiy ashta bir kino filmlarmi balkim buningdan keyin rayonimizda texnik taraqqiy qilishi mumkin. Shundaqo Qasimka. Haqiqatan rost, ishlanayotgan narsa bek ko'p. Endi buningki yaxshi yomonligiga bizniki baho beradigan hech qanday ishimiz yo'q, ammo bir ko'rurman bo'lish, masalan, kasbiy nuqtadan emas, bir ko'rurman bo'lish sifatimiz bilan mening umid qilganim nima desa, birinchi umid qilganim xalqimizni faqat oldimsaq deyman men. Ben muşu meyli sanat sahasida, meyli başka her qanday bir sahada faqat oldimsaq. O xalqni aldaydigan huquqimiz yo'q bizning uchun. Salohiyatimiz qil, yaxshi qil. Qilamsan hech kim seni qil deb majburlamadi deyapti. Unda olgandan keyin qildi ekanmiz. Meyli biz qisqa film ishlayli. Hozir Nurali inim deb o'tdi bu. Hamid akamlar degan xeyli zamonlar oldu. Bu nihoyat cho'ng bir filmlarga chiqib baxmag'ili dedi. Chiqqimiz yo'q emas, ba. Şunun uçuşluq yaxşı bir kitap yo'q. Yoki şunun uçuşluq bir yaxşı bir mablag' iqtisodiy qo'llaydigan ish yo'q. Amaliyotda nurg'un bek suyumli korxonachilarimiz bor. Qo'llig'isi bor ularning uchun. Qo'llig'isi bor, ammo ma daraqqa sal qurchib qolgan yer bug'anlik uchunlar ularda bir dilg'ulchilik bor-ku. Shuni qo'llab qolsam, umi qurtdek bo'lib qolarmi deydigan. Buningdagi mush korxonachilarimiz texmi yaxshi bir asarlarimiz qo'llab bersa, eng muhimi suyumlik san'atkorlarimiz eng yaxshi ijodiyatlarni, mana mushuning o'xshash yaxshi bir sahnlarni, yaxshi bir kinolarni chiqarib bersak, uningdan sirt mush xalqimiz to'xtamay huzurlansa deydigan bir umidim bor. Qasimkam rahmat. Bugun bekkiliqi ma'nilik bir san bo'ldi-da. Men qo'shildim. Itotmi bor, kulki chaqchaq va abayli bor-ku hamda. Amdama Dilnur adam bilan Hamidkamning ikkisiniki oil turmush hayot kishilarni so'ramadim. Uni cho'lpan keldi gap qo'ydim qara ayrim. Menga rahmat. Sizlarga rahmat. Aka dedim ya boshda. Aka dada. Yo'q, adamning gapi boshroq uytudigan aka aka. Yaxshi. Mush programma orqali bak yaxshi bir xo'shalliklarni tepib oldik. Bundan keyingi vaqtlarda yana biz aloqalashib turibmiz-ku aka. Yana programmalarda bo'lsin, mayli filmlar, kino filmlarda bo'lsin, hamkorlashqadakda ishlab qolsa cho'qim hamkorlashib o'zaro sizlarmi o'zinglarning bilgan bilimlaringlarni bizga davomli yetkazib turishinglarni bizmi sizlar orqali nurg'un bir narsalarni o'rganib olsak deb shuni istaymiz-da. Amsa vaqt munosabati bilan programmamiz mishada oxirlashibdi. Buda qitimliq yangi sonlarda belkim yana bu Javdatkam ishkelan buningdan keyin kelaylik, uningdan kelaylik bir sonlarni qilishimiz mumkin. Sizlarga yana ehtiyojli bo'lamiz. Shu vaqtlarda yana vaqt chiqarib, shunda o'ltirib, kep berishinglarni chunki ko'nglimizda umid qilamiz.